Hammaga salom salom. Kelinglar bugun ozgina oyoq kiyim haqida gaplashamiz. Mana mahor ham keldi, lekin men haligacha o'zimga bir munosib oyoq kiyim topib olganim yo'q. O'tgan yil sotib olgan oyoq kiyimlarimni kiyib yuribman. Menga chunki har xil tanlovda har xil o'ylovlar bo'libdi. Kecha sotib olgan yangi naborchigimda o'z yuzimni yuvib ko'ramiz. Variantlardan birinchisi bu tuflili oyoq kiyim, lekin bitta narsani aytaman, har yili tuflilik oyoq kiyim olaman. 1-2 kiyaman, ish bo'lmasangizda keyinchalik ko'rsatishim ham mumkin. Shu bilan tamom yetadi. Yana o'zimni eski splashnoy oyoq kiyimlarimga o'tib olaman. Lekin o'sha bundan buyog'iga klassik kiyinishni boshlamoqchiman. Shunga menga tuflili oyoq kiyim kerak degan fikr aylanibdi boshimda. Hidi zo'reka. İkincisi ise bu uchi yopiq mokasinli oyoq kiyim. Bu narsani men o'zim juda ham yaxshi ko'raman. Iloji boricha maksimal darajada shunaqa oyoq kiyim olishga harakat qilaman. Menga uchi ochiq oyoq kiyimlar uncha-munchaga yoqmaydi. Qachonki oyog'imni anaqa pedikyur qildirsam, shlak qildirsam tirnog'ini, ana o'shanda oz muddat, ko'p emas, bir necha marotaba uchi ochiq oyoq kiyimlar kiyishim mumkin. Keyingi o'rinda esa ketalar. Ketalar to'g'ri, hamma kiyim bilan hozir urfda chiqdi va mosam keladi. Bu narsani o'zinglar ham bu narsani o'zinglar ham juda ham yaxshi bilasizlar, lekin yana bilmadim. Menimcha bahorga to'g'ri kelsa ham yozga to'g'ri kelmaydi. O'sha keyin bizda Buxoroda havo global isishni boshlar ekan. Kechami shu kunni ko'rib qoldim. O'sha yomg'irli havo bo'ldi-ku bir hafta. U bilan keyin tamom endi yomg'irli havo bo'lmas ekan. Shu bilan faqat eng katta sababi menda hozircha mashinaning yo'qligi. Mashinam bo'lganda uncha ko'p yurib o'tirmayman, faqat to'ka mashinada bitta yarimta magazin uchun yoki u yoq bu yoqqa kirib chiqish uchun yurish. Bu kabloglik oyoq kiyim uchun normal holat. Menimcha men mashina olganimdan keyin bemalol 14 santimetrlik oyoq kiyimlar ham kiysam bo'ladi. O'zi kabloglik oyoq kiyimni sizlar yoqtirasizlarmi yoki sizlarga qulay, udobniy oyoq kiyimlar ko'proq yoqadimi? Kommentariyaga yozinglar.